Yorug'liq. Birat quyosh ko'rmaganiga ham ancha bo'pti shekilli. Assalomu alaykum, bratan. Shohsana. Hech sizga o'rgata olmadim. Hatto bir shoh deb qo'ying. Kaltingizdan hozir uka, qo'lda ol. Nima deb chaqirsam ham qo'pti. Olmasani yaxshi ko'raman uka. Har doim ichkaridan chiqqanimda qoqqan qozodek kutib olasan. Bitta galichka bor senga. Bu safar qancha kirib ketdingiz? So'rama. 3 yilmi? To'poy 3 sutka deyapman. Birat yig'lama, nimaga yig'layapsiz? Men o'z hayotini barbod qilgan odamman. Gul yoshligim qamoqxonada chiradi. Sen to'g'ri yo'lda yur. Yaxshi odam bo'lgan. O'zi bu safar nimaga kirib ketdi, sir bo'lmasa? So'rama. Piva festivalida aroq ichib rosa to'palak qilibman. Oldinlari ichkarida hamma klichkasi har xil bo'lardi. Hozirchi? Hozir hammaniki bir xil. Kimdan so'rasang blogerman deydi. Qorong'i ham kechib qoldi-yu, qayta tunab qolaman. Meni uyimda tunab qolasiz, birat. Uy oldingmi? Ha, Xonsaroyda Ramazon loyihasida 2 xonali uy oldim. Bosh to'lovini 3 ga bo'lib to'lasangiz bo'lar ekan. 69 million 300 ming so'mdan tushar ekan. Ichkarida bu qo'panda bo'lmasam, ugrashat qilib yurib senga tekinga olib berardim uyda. Ayona kriminal ishlarga aralashmayman, birat. Mana menga sakaragan bola keldi, Qara. Bitta urasan ajratib olaman, borchi. Bo'ldi. Ke. Birat, ursang ajratib olaman degdingiz, qo'shilmadingiz ham-ku. Tunduq. Bitta ursang ajratib olaman deganman. Birorta ham urolmading, itdek kalta eding.